Malibu'ning narxida MG7 avtomobilni ko'rsatsam, jigar bosib olishingiz aniq. 2023-yil avtomobilni dizayniga bitta e'tibor bering. 2 litrli turbina Zafarjon aka ukam. Assalomu alaykum. Xalq uchun arzon bo'ladi dedilar. Tinchsiz soka. Necha pul qilib berasiz soka? 25 ming qilib beraman. Akalar 25 ming dollarga MG7 modeli do'stlar ko'rayotgan mashina. Rangini ham qarang akalar, o'tdi derski, top-toza mashina. Mashina toza. Akalar bitta qarang. Turushlari, Panoramalarni ochilishini qarang. turushlari, 4 chiroyli sportiv keladi. Shuna ishidan tushganda bizranishli o'yinlar akalar. Bir-biriga o'xshaydi. Boshqacha. Salonni qarang. Xo'p, uka 2 litrli turbina motor, super turbosi ham bor deyapti. Akalar bitta bosib turib, men tabloda o'zgarishni qarang akalar. O'ta ideal holatda. Monitor, salon, Abdul fotograflari bor. Akalar start stop ham joyda ekan, lekin dizayniga gap bo'lishi mumkin emas. Akalar normal sport, eco comfort, sport rejimlarda harakatlansangiz bo'ladi. Mashina deriski bo'lib gap yo'q lekin 25 ga o'tib berasiz a? 25 aloqaga chiqsin, tushib beramiz deyapti. kelishtiramiz. Razmerda Michelin yumshoq bo'lgan 8 kilo qo'yilgan. Benzin faqat, benzin ham ekonomika. Xo'p, Dalniga 6 ta atrofida ichadi. Shahar ichiga 8 ta 9 ta ichadi. 8 9 ichadi. Ha. Akalar, motor 2 litrli turbina dvigatel. 92 plyus quysa bo'laveradi, aka bularga. 92 quyishadi-da. 92 quyishadi. Ha, 92 da umuman chiqib ketaman deydi mashina tagida. Akalar, olovligini qaranglar, buni turishini qaranglar, dizayniga Michelin balon, gap bo'lishi mumkin emas. Hop, akalar, bosib olsangiz bo'laveradi. 360 graduslik kameralari hamma joyi bor, beskulchoy do'stib, salonga bitta e'tibor beraverasiz do'stlar. Avtomashinaning narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, akalar pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Narxni olsa yana kelishlar.